Hammaga assalomu alaykum. Sizlar yangidan ochilgan Telman TV kanalini kuzatmoqdasizlar. Hozir sizlarga o'zim haqida qisqacha, so'ng esa Abduqodir Husanovga nisbatan qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'taman. Men Qozog'iston davlatida tug'ilgan o'zbekman. Ayni damda Chimkent shahrining Telman nomli rayonida yashayman. Kichkina paytligimda otam televizordan doim futbol o'yinlarini kuzatib yurishini payqardim va shu menda ham futbolga degan muhabbat paydo bo'la boshladi. Qadrli tomoshabinlar, bugungi uchrashuvning ahamiyati juda katta ekanligiga shak shubha bo'lishi mumkin emas. Xohlasangiz 2011-yilgi mavsumning eng muhim uchrashuvi bugun. Aynan mana shu uchrashuvdagi g'alaba O'zbekiston terma jamoasining Jahon chempionati saralash musobaqasi navbatdagi bosqichiga chiqishi uchun zamin hozirlashi borgan. Biz Qozog'istonda yashasak ham doim O'zbekiston terma jamoasi uchun qayg'urar edik va bizga ham alam qilardiki, O'zbekiston har gal mundialga chiqa olmagan paytda va bizni xursand qilardiki, Ravshan Ermatov mundialga borgan paytda. Bir kuni Instagramda mana bu videoga ko'zim tushadi va to'g'risini aytganda hayron bo'lib xayol surdim. Nahotki O'zbekistondan shunchalik kuchli himoyachi chiqqan bo'lsa, so'ng mana shu yigit haqida ma'lumotlar izlay boshladim. Ravshan Ermatovning aytishicha, 20 yoshgacha bo'lgan Argentinadagi jahon chempionatida O'zbekiston hamda Argentina uchrashuviga Fransiyaning skautlari tashrif buyuradi. Eng qizig'i, ana shu skautlar argentinalik bitta o'yinchini kuzatishga keladi. Oqibatda esa ularning ko'ziga shu o'yinni yuqori darajada o'tkazgan Abduqodir Husanov tushib qoladi. Mundialdan so'ng Husanovni Lans klubi arzimagan pulga sotib oladi. Qolgani esa katta tarix. Husanov Fransiya chempionatida o'ynagan ilk o'zbek futbolchisi deya topiladi. Oradan biroz vaqt o'tib esa Husanov Angliya chempionatida o'ynagan ilk o'zbek futbolchisi deya topiladi. Men masalan Qozog'istonda yashayotganim sabab tabiiy holat qozoq birodarlar bilan aralashib turaman. Yaqinda ishxonamda Dulat degan yigitdan Husanovning o'yiniga bo'lgan fikrini so'radim va u aytadiki, negizi basında ol Manchester City'ga o'tgan kezde onun olti o'zbek bo'lgani uchun g'ana qo'ldaytin yedim onu. Ol o'zbek bo'lgani uchun g'ana City'ning o'yinlarini ko'ra boshlaganman. Albiroq hozir ol tek o'zbek bo'lgani uchun g'ana emas, ol shinimen top qo'rg'ovchining o'yinini ko'rsatib jur. Onun podkastlari men jildamligini ko'ru prosta kayf olasin qo'y ananing o'yinlaridan barg'o deb Husanovga nisbatan iliq fikrlarini aytib o'tgandi. Nima bo'lgan taqdirda ham O'zbekiston xalqi shuni bilsinki, Qozog'iston xalqi sizlarni doimo qo'llab-quvvatlaydi. Xudo xohlasa jahon chempionatini intizorlik bilan kutmoqdamiz va ishonamizki, mundialdan so'ng O'zbekiston futbolchilari haqida butun olam gapira boshlaydi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohga o'z fikringizni yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.